Agar siz O'zbekistonda yashasangiz, yoshingiz yetimdan oshgan bo'lsa yoki ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, aka-ukangiz 6 yosh atrofida bo'lsa, bu ma'lumot siz uchun juda muhim. Men bugun oddiy odamlar ko'pincha kech bilib qoladigan, lekin hayotiga, pensiyasiga, nafaqasiga, qarziga, mol-mulkiga va hujjatlariga bevosita ta'sir qiladigan yangi tartiblar haqida gapiraman. Ayniqsa yetim, oltin va 6-5 yoshdan oshganlar bu masalaga befarq bo'lsa, ertaga birgina hujjat yetishmagani uchun puldan, imtiyozdan yoki qonuniy huquqidan ayrilib qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men hammasini oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Hozir nima o'zgardi? Kim xavotir olish kerak? Kimda muammo bo'lmaydi? Qaysi joylarda odamlar eng ko'p xato qiladi va eng muhimi, hozirning o'zida nima qilish kerak? Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosing. Chunki bu ma'lumotni qancha ko'p odam eshitsa, shuncha ko'p oila o'z vaqtida tayyorlanadi. Men ko'p yillik tajribamda shuni ko'rdim. Odamlar qonun o'zgarganini odatda qonun chiqqan kuni emas, muammo yuzaga kelganda biladi. Masalan, pensiya tayinlashga borganida, subsidiyaga ariza topshirganda, bankdagi qarz bo'yicha xat kelganda, kadastr hujjati bilan ish chiqqanda yoki meros masalasi boshlanganda. O'sha paytda esa men bilmagandim, menga hech kim aytmagandi. Avval bunaqa emas edi degan gaplar ko'p yordam bermaydi. Oldin ko'p ishlar qog'oz orqali, mahalla ma'lumotnomasi orqali, odamning og'zaki tushuntirishi orqali hal bo'lib ketardi. Masalan, odam bir joyda ishlaganini daftarcha bilan isbotlardi. Oylik olganini ishxona arxidan so'rardi. Oilaviy holatini mahalladan tasdiqlatardi. Mulk kimniki ekanini eski hujjatlar bilan ko'rsatardi. Lekin hozir davlat xizmatlari, pensiya, soliq, bank, kadastr va ijtimoiy yordam tizimlari tobora raqamli bazalar bilan bog'lanmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan shaffoflik beradi. Lekin yomon tomoni shuki, bazada xato bo'lsa, hujjat yetishmasa yoki ma'lumot bir-biriga mos kelmasa, odamning ish to'xtab qoladi. Eng katta o'zgarish shundaki, endi men ishlaganman. Men shu uyda yashaganman. Mening stajim bor. Bu qarz meniki emas. Bu yer otamdan qolgan degan gapning o'zi yetarli emas. Buni hujjat, elektron ma'lumot, shartnoma, arxiv yozuvi, kadastr qaydi yoki rasmiy ma'lumotnoma bilan tasdiqlash kerak bo'ladi. 4 yoshdan oshganlar aynan shu joyda ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki pensiyaga hali vaqt bor deb tuyuladi. Lekin stajni, ish haqini, harbiy xizmatni, bola parvarishi davrini, chet elda ishlagan davrni, norasmiy ishlarni tartibga keltirish uchun vaqt kerak. Men bu masalani shok deb atashimning sababi shuki, ko'pchilik bu o'zgarishlarni jarima kelganda yoki pensiya kamayib hisoblanganda sezadi. Agar siz bugun tayyorlansangiz, muammo bo'lmaydi. Agar e'tiborsiz qoldirsangiz, ertaga bir necha oy idora yurishingiz, arxiv izlash, sudga murojaat qilish yoki qo'shimcha xarajat qilish ehtimoli bor. Birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, pensiya va ijtimoiy to'lovlar masalasida eng muhim 3 ta so'z bor. Staj, daromad va hujjat. Staj degani faqat odamning yoshi emas. Men 30 yil ishlabman deyish boshqa. Bu 30 yil rasmiy tizimda ko'rinishi boshqa. Agar ish beruvchi o'z vaqtida badal to'lamagan bo'lsa, mehnat daftarchasida yozuv xato bo'lsa, buyruq raqami noto'g'ri bo'lsa, korxona yopilib ketgan bo'lsa, keyin pensiya hisobida savollar paydo bo'lishi mumkin. Masalan, 8 yoshli ayol 25 yil turli tikuv sexlarida ishlagan. Uning 12 yili rasmiy, qolgan yillari esa kelishib ishlaganmiz, oylikni qo'lga olganmiz shaklida bo'lgan. U pensiyaga yaqinlashganda o'ylaydi: men shuncha yil ishladim, demak pensiyam yaxshi chiqadi. Lekin tizimda faqat rasmiy staj va rasmiy daromad ko'rinsa, hisob-kitob ham shunga qarab bo'ladi. Bu ayol aybdor emasdek ko'rinadi, chunki hayot sharoiti shunaqa bo'lgan. Ammo qonuniy hisobda isbotlanmagan davrni qo'shish juda qiyin. Yana bir misol. 22 yoshli erkak Sovet davrida zavodda ishlagan, keyin qurilishda brigada bilan yurgan, keyin Rossiyaga borib ishlagan. Mehnat daftarchasida zavod bor, lekin qurilishdagi ko'p yillar yo'q. Chet eldagi ishlari esa O'zbekistondagi tizimga avtomatik tushmagan. U bugun hali pensiyaga vaqt bor deb yuradi. Men esa bunday odamga hozirdan maslahat beraman. Qaysi yillarda qayerda ishlagansiz, qaysi hujjat bor, qaysi biri yo'q, buni hozirdan ro'yxat qilib chiqing. Chunki 60 yoshga kelib arxivlash boshqacha qiyin bo'ladi. Kimlar eng ko'p xavotir olish kerak? Birinchidan, mehnat daftarchasida uzilishlar bo'lganlar. Ikkinchidan, korxonasi yopilib ketganlar. Uchinchidan, uzoq yillar norasmiy ishlaganlar. To'rtinchidan, chet elda ishlab kelganlar. Beshinchidan,
yakka tartibdagi tadbirkor bo'lib, soliqlarni doimiy to'lamaganlar. 6-dan ayollar orasida bola parvarishi, uyda o'tirgan davr, turmush o'rtog'i bilan ko'chib yurish sababli rasmiy staji kam bo'lganlar. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Agar siz doim rasmiy ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchi oylikni bank orqali bergan bo'lsa, soliqlar to'langan bo'lsa, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, muammo kamroq bo'ladi. Lekin men baribir tekshirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki ba'zan eng tartibli odamda ham familiya bir harf bilan noto'g'ri yozilgan, tug'ilgan sana xato kiritilgan. Ishga qabul qilingan sana bilan bo'shagan sana mos kelmagan holatlar uchraydi. Ikkinchi muhim masala ijtimoiy yordam va nafaqalari. Hozir oilaning daromadi, mulki, avtomobili, bankdagi ayrim ma'lumotlari rasmiy ish holati tizimlar orqali tekshiriladi. Oldin odam mahallaga borib ahvolini tushuntirar, qo'shnilar tasdiqlar, keyin yordam berilishi mumkin edi. Hozir esa elektron mezonlar kuchaygani sari men qiynalyapman degan gap bilan birga tizimda sizning nomingizda mulk bor. Oilada rasmiy daromad ko'rinmoqda, avtomobil bor. Farzandingizning daromadi chiqyapti degan javob kelishi mumkin. Hayotiy misol. 62 yoshli ona yolg'iz yashaydi. Lekin uning nomida qishloqda eski uy bor. U uyda hech kim yashamaydi, sotilmaydi, daromad keltirmaydi. Ayol yordam so'raganda tizimda mulk ko'rinadi va savol tug'iladi. Bu yerda odamning real holati bilan bazadagi ko'rinish o'rtasida farq bor. Shuning uchun hujjatlarni tartibga solish, yashash manzili, mulk holati, oilaviy tarkib, daromad manbalarini aniq ko'rsatish juda muhim. 3-masala qarzlar, aliment, ijro hujjatlari va bank majburiyatlari. Ko'p odamlar pensiyamga tegmaydi, nafaqamdan ushlab qolishmaydi, qarz eskirib ketgan deb o'ylaydi. Lekin ijro tartibida qarzdorliklar rasmiy tizimga tushsa, bank hisobvaraqlari, ish haqi yoki ayrim to'lovlarga cheklovlar qo'yilishi mumkin. Albatta qonunda ushlab qolish chegaralari, himoya qilinadigan to'lovlar, shikoyat qilish tartibi bor. Lekin muammo shundaki, odam buni vaqtida bilmasa, pul tushganda ushlab qolinganini ko'rib hayron qoladi. Masalan, 75 yoshli erkak tanishiga kafil bo'lgan, asosiy qarzdor to'lamagan. Bank yoki sud orqali talab kelgan. Erkak esa men pulni olmaganman, faqat qo'l qo'yganman deydi. Kafillikning xavfli tomoni shuki, siz pulni olmagan bo'lsangiz ham majburiyatga sherik bo'lishingiz mumkin. 40 yoshdan keyin odam ko'pincha farzandi, qarindoshi, do'sti uchun kafil bo'ladi. Men doim aytaman, kafil bo'lish bu shunchaki hurmat uchun imzo emas, bu moliyaviy javobgarlik. 4-masala mulk va meros. 60 yoshdan oshgan ota-onalar ko'pincha uy, yer, dala hovli, mashina yoki ulush masalasini bolalar o'zaro kelishib oladi deb qoldiradi. Lekin qonuniy hujjatlar bo'lmasa, meros ochilganda katta nizolar boshlanadi. Tug'ilganlik guvohnomasi, kadastr, oldi-sotdi shartnomasi, hadya shartnomasi, vasiyatnoma, meros guvohnomasi kabi hujjatlar aniq bo'lishi kerak. Aks holda bir farzand uyda yashab turgan bo'lsa ham boshqa merosxo'rlar ulush talab qilishi mumkin. Bu qonuniy jarayon, lekin oila uchun og'ir bo'ladi. Men bir vaziyatni misol qilaman. Ota 65 yoshda uy uning nomida emas, eski hujjatda boboning nomida qolgan. Oila 30 yildan beri shu uyda yashaydi. Hamma bu bizniki deb biladi. Lekin rasmiy kadastrda boshqa nom tursa, ertaga sotish, garovga qo'yish, meros rasmiylashtirish yoki rekonstruksiya qilishda muammo chiqadi. Shuning uchun hamma biladi degan narsa huquqiy dalil emas, hujjat biladi. Endi istisnolar va ko'pchilik ko'rmaydigan nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik nuqta shuki, hamma o'zgarish ham hammani bir xil urmaydi. Ba'zi odamlar videoni eshitib vahimaga tushadi. Endi pensiyam bekor bo'ladimi? Endi hammani jarimaga tortishadimi? Endi uyimni olib qo'yishadimi? Men buni aytmayapman. Men aytayotgan narsa, agar sizning hujjatlaringiz toza, daromadingiz rasmiy, mulkingiz qayd etilgan, qarzlaringiz nazoratda bo'lsa, qo'rqish emas, tekshirish kerak. Ikkinchi nozik nuqta, eski hujjat doim ham yaroqsiz degani emas. Mehnat daftarchasi, eski guvohnoma, arxiv ma'lumotnomasi, buyruq nusxasi, sud qarori, notarial hujjat hali ham muhim bo'lishi mumkin. Lekin ularni saqlab qo'yish, nusxa oldirish, elektron tizimdagi ma'lumot bilan solishtirish kerak. Ko'p odamlar eski qog'ozlarni keraksiz deb tashlab yuboradi. Keyin 20 yil oldingi ish stajini isbotlash kerak bo'lganda, aynan o'sha qog'oz eng muhim dalil bo'lib chiqadi. 3-nozik nuqta, familiya o'zgarishi. Ayollar turmushga chiqqanda familiyasi o'zgaradi. Ayrimlarda pasport almashtiriladi.
Eski hujjatlarda otasining ismi boshqacha yozilgan bo'ladi. Lotin va kiril yozuvlarda farq bo'ladi. Masalan, Gulnora bir joyda Gulnora. Boshqa joyda Gulnoza kabi xato kiritilgan bo'lsa, tizim buni boshqa odam deb ko'rishi mumkin. Bu mayda xatodek tuyuladi, lekin pensiya, meros yoki mulk masalasida oylar davomida to'xtalishi sabab bo'ladi. 4-nozik nuqta. Chet eldagi mehnat faoliyati. Ko'pchilik chet elda ishlab pul topgan, lekin o'sha davr O'zbekistonda rasmiy stajga qanday ta'sir qilishini bilmaydi. Bu masalada ikki narsa muhim. Qaysi davlatda ishlagansiz va u yerda rasmiy to'lovlar qilinganmi? Agar ish norasmiy bo'lgan bo'lsa, faqat pul jo'natganingiz pensiya staji bo'lib qolmaydi. Bank orqali pul o'tkazmasi daromad bo'lishi mumkin, lekin mehnat stajini isbotlash uchun alohida hujjatlar kerak bo'ladi. 5-nozik nuqta. Yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilganlar. Men o'zim ishlayman. Xo'jayinim yo'q degani javobgarlik yo'q degani emas. Soliq, ijtimoiy to'lov, faoliyat turi, tushum, hisobot masalalarini tartibli yuritish kerak. Bugun kichkina savdo, xizmat, ustachilik yoki onlayn daromad arzimasdek tuyuladi. Lekin ertaga daromad, staj yoki soliq tekshiruvida aynan shu davr muhim bo'lishi mumkin. 6-nozik nuqta. Oila tarkibi, ijtimoiy yordam yoki subsidiya masalasida odam men alohida yashayman deydi. Lekin ro'yxatda boshqa oila a'zolari bilan birga ko'rinadi. Yoki aksincha, bir uyda yashaydi, lekin hujjatda boshqa manzilda. Tizim oilaviy tarkibni, manzilni, daromadni va mulkni solishtirganda nomuvofiqlik chiqsa, ariza rad etilishi yoki qo'shimcha tekshiruvga tushishi mumkin. Shuning uchun propiska, doimiy yashash manzili, nikoh, ajrim, farzandlarning hujjatlari tartibda bo'lishi kerak. 7-nozik nuqta. Jarima va qarzdorliklar. Ba'zi odamlar yo'l harakati jarimasi, soliq qarzi, kommunal qarz, aliment yoki sud qarorini yillar davomida tekshirmaydi. Keyin chet elga chiqishda, avtomobilni sotishda, bankdan kredit olishda yoki hisob varaqqa pul tushganda muammo paydo bo'ladi. Men maslahat beraman. 40 yoshdan oshgan odam yiliga kamida 2 marta o'zining qarzdorligi holatini tekshirishi kerak. Bu uyat emas. Bu moliyaviy gigiyena. Qismsiz bugun nima qilishingiz kerak? Men sizga aniq bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID kartasi, TJS, shir. Tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, familiya o'zgargan bo'lsa, tasdiqlovchi hujjatlar bir joyda bo'lsin. Ularning nusxasini oling, telefoningizda rasm qilib saqlang, lekin asl hujjatlarni xavfsiz joyda tuting. Ikkinchi qadam, mehnat tarixingizni yozib chiqing. Oddiy daftar oling va yillar bo'yicha yozing. Qaysi yili qayerda ishladingiz, lavozimingiz nima edi, rasmiy buyruq bormi, mehnat daftarchasida yozuv bormi, oylik qanday berilgan. Korxona hozir bormi yoki yopilganmi? Masalan, 1935 yildan 2001 yilgacha maktabda ishladim. 2001 yildan 2006 yilgacha zavodda ishladim. 2007 yildan 2012 yilgacha bozorda savdo qildim. 2012 yildan 2018 yilgacha chet elda ishladim. Shunda qaysi davr hujjatli, qaysi davr xavfli ekani ko'rinadi. 3-qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Davlat xizmatlari markazi, MyTech.uz soliq ilovalari. Pensiya tizimi bo'yicha mavjud xizmatlar orqali o'zingiz haqingizdagi ma'lumotlarni ko'rishga harakat qiling. Agar internetdan foydalana olmasangiz, farzandingizdan yordam so'rang yoki davlat xizmatlari markaziga boring. Menga pensiya stajim, ish joylarim, soliq va qarzdorliklarim bo'yicha ma'lumot kerak deb aniq ayting. Xodimni og'zaki gap emas, imkon bo'lsa rasmiy ko'chirma yoki ma'lumotnoma so'rang. 4-qadam. Mehnat daftarchangiz va elektron ma'lumotni solishtiring. Agar daftarchada borish joyi tizimda ko'rinmasa, darrov vahima qilmang. Avval ish beruvchi bilan bog'laning. Korxona ishlayotgan bo'lsa, kadrlar bo'limidan buyruq nusxasi, ishga kirgan va bo'shagan sanalar, lavozim va ish haqi haqida ma'lumot so'rang. Korxona yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qilish kerak bo'ladi. Arxivga yozma ariza berishda to'liq ism, familiya, tug'ilgan sana, ishlagan yillar, korxona nomi, lavozim va iloji boricha eski manzilni ko'rsating. 5-qadam, mulk hujjatlarini tekshiring. Uyingiz, yer uchastkangiz, avtomobilingiz, dala hovlingiz, do'koningiz yoki boshqa mulkingiz bo'lsa, kadastr va egalik hujjatlari kimning nomida ekanini aniqlang. Agar uy ota-onangiz nomida bo'lsa, ular bilan ochiq gaplashing. Vasiyatnoma kerakmi? Hadya shartnomasi kerakmi? Meros masalasini keyin emas, hozir tartibga solish kerakmi?
buni notarius bilan maslahat qiling. Men bu yerda hammani mo'lini bo'lib tashlang demayapman. Men hujjatni noaniq qoldirmang deyapman. 6-qadam. Qarz va majburiyatlaringizni tekshiring. Bank kreditlari, mikroqarzlar, kafilliklar, aliment, sud ijrosi, soliq qarzi, jarimalar bo'yicha holatingizni biling. Agar qarzingiz bo'lsa, yashirmang. Bank yoki ijro organiga borib to'lov jadvali, qarz miqdori, foizlar, penya va cheklovlar haqida yozma ma'lumot oling. Agar siz qarzga rozi bo'lmasangiz, shikoyat qilish muddatlarini o'tkazib yubormang. Ko'p odamlar xat kelganda ochmaydi, telefonga javob bermaydi. Keyin ish sudga yoki ijroga o'tgandan keyin afsus qiladi. 7-qadam, ijtimoiy yordam olmoqchi bo'lsangiz, oilaviy holatingizni oldindan tartibga keltiring. Kim bilan yashaysiz? Kim ro'yxatda turibdi? Kim ishlaydi? Kim ishlamaydi? Kimda nogironlik bor? Kimda daromad bor? Uyda nechta bola yoki qariya bor? Bularning hammasini hujjat bilan ko'rsata olishingiz kerak. Mahallaga yoki tegishli tashkilotga borganda ahvolim og'ir deb umumiy gapirmang. Aniq ayting, daromadim shuncha, ijara to'layman yoki to'lamayman, dori xarajatlarim shuncha, qaramog'imda falon kishi bor. Ish topa olmayapman yoki sog'lig'im sabab ishlay olmayman. Aniq fakt ko'proq yordam beradi. 8-qadam, sog'liq va nogironlik bilan bog'liq hujjatlarni yo'qotmang. Ketim yoshdan keyin surunkali kasalliklar. Mehnat qobiliyatining pasayishi, dori-darmon xarajatlari ko'payadi. Agar sizda jiddiy kasallik bo'lsa, shifokor xulosalari, tahlillar, davolanish varaqalari, retseptlar, kasalxona epikrizlarini saqlang. Ertaga nogironlik. Imtiyozli dori, sanatoriy moddiy yordam yoki ish sharoitini o'zgartirish masalasi chiqsa, hujjat kerak bo'ladi. 9-qadam, hech narsa ko'r-ko'rona imzo qo'ymang. Ayniqsa kafillik, qarz, hadya, oldi-sotdi, ishonchnoma, merosdan voz kechish, ulushdan voz kechish kabi hujjatlarda. Men juda ko'p ko'rganman. Odam farzandim aytdi, ukam aytdi, notariusda tezda qo'l qo'ydik deydi. Keyin bilsa, uy ulushidan voz kechgan. Qarzga kafil bo'lgan yoki o'ziga zararli shartnomaga kirgan bo'ladi. Hujjatni o'qing, tushunmasangiz so'rang, kerak bo'lsa mustaqil yurishga ko'rsating. 10-qadam, har bir murojaatni yozma qiling. Tashkilotga borganingizda faqat og'zaki gap bilan cheklanmang. Ariza yozing, qabul qilingan sanasini, raqamini oling. Javobni yozma so'rang. Agar rad javobi bo'lsa, sababini yozma ko'rsatsin. Chunki keyingi bosqichda shikoyat qilish uchun menga og'zaki aytishdi. Yetarli bo'lmaydi. Yozma javob esa sizning huquqingizni himoya qiladi. Yana bir juda muhim maslahat, ota-onangiz yoki yaqinlaringiz 6 yoshdan oshgan bo'lsa, ularga bu ishlarni yolg'iz tashlab qo'ymang. Ko'p qariyalar davlat xizmatlari, elektron tizim, ilova, SMS kod, shaxsiy kabinet kabi narsalardan qiynaladi. Ular bilmagani uchun aldovga tushishi yoki kerakli hujjatni ola olmasligi mumkin. Farzand sifatida bir kun vaqt ajrating. Hujjatlarni ko'ring, qarzlarni tekshiring, pensiya tushumini solishtiring, mulk hujjatlarini tartiblang. Bu hurmatning eng amaliy ko'rinishi. Bugungi gapning mazmuni bitta. Qonun va tartiblar o'zgaryapti. Tizimlar raqamli bo'lyapti. Hujjatsiz gapning kuchi kamayib boryapti. Bu yomonlik uchun emas, lekin tayyor bo'lmagan odam uchun og'ir oqibat keltirishi mumkin. Ayniqsa 40 yoshdan oshganlar pensiya staji, daromad, qarz, mulk, meros, ijtimoiy yordam va shaxsiy hujjatlarni hozirdan tekshirishi shart. Men sizni qo'rqitmoqchi emasman. Men sizni kech qolmaslikka chaqiryapman. Bugun 1 soat vaqt ajratsangiz, ertaga bir necha oy sarson bo'lishdan qutulasiz. Bugun bitta ariza yozsangiz, ertaga yo'qolgan stajni tiklashingiz mumkin. Bugun ota-onangizning hujjatini ko'rsangiz, ertaga aka-uka o'rtasidagi meros nizosining oldini olasiz. Agar sizda shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Pensiya, nafaqa, qarz, kadastr yoki meros masalasida qanday muammoga duch kelgansiz? Sizning tajribangiz boshqa odamlarga sabab bo'lishi mumkin. Videoga like bosing, yaqinlaringizga yuboring, kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda har bir mavzuni alohida yanada aniq misollar bilan tushuntirib beraman.